Xo'p, YouTube ixlosmandlari uchun navbatdagi video obzorimiz Cherry Ariza 6 Pro haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, narxlari, to'lov usullari hamda qanaqa foyda asosida xarid qilishingiz mumkinligini aytib o'tamiz. Avvalo avtomobil haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu avtomobillarimiz 3 ta pozitsiyada keladi: Life, Comfort hamda Intelligent. Ushbu modelimiz Comfort bo'ladi, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Bu modelimizda 1.5 turbo motor bilan jihozlangan bo'lib, 147 ta ot kuchida keladi. Avtomobilimiz MPI motor bilan jihozlangan, bemalol metan yoki propan gaz balon o'rnatsa bo'ladi. Faralarimiz qorong'i tushganda avtomatik yonadigan bo'ladi. Yomg'ir yog'ganda oyna tozalashda avtomatik ishlaydigan bo'ladi. Bundan tashqari oldi oblisovkasi obnovleniy deb hisoblanadi. Ya'ni bundan oldingi versiyasida oldingi oblisovkalari ko'rinishi boshqachada hamda mana bu jabralari boshqacha bo'lardi. Hozir sportivniy dizaynga ega bo'lgan, ya'ni sport klassika uslubidagi avtomobilimiz hisoblanadi. Bu degani xohlasangiz klassik kiyimlarda ham haydasangiz bo'ladi, xohlasangiz o'sha ko'cha kiyimlarda, ya'ni sport usulida bo'lganingizda ham biror joyga borgan paytingiz uyaltirib qo'ymaydi. Bemalol любой joyga, любой tadbirga borasiz, bemalol sizni uyaltirmasdan chiroyli vaziyatda chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, mashinamizda ikkinchi pozitsiya bo'lishiga qaramasdan beshkichvoy dostupimiz bor. Bemalol kelib knopkani bosasiz, mashina avtomatik qulflanadi. Eshik qulflagan paytda qo'lni qisib qolmaydigan detskiy rejimga ega bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonimiz to'liq ko'jadan iborat bo'ladi. Rul chambaragimiz elektronli bo'ladi hamda rulimiz ham qiziydigan bo'lib keladi. Xo'p, avtomat korobka, elektron ruchnoy tormoz, avtohold hamda sport ekonom rejimida harakatlanadigan bo'ladi. Orqa o'rindiqlarga keladigan bo'lsak, orqa o'rindiqlarimiz ham qiziydigan bo'lib keladi. Orqada deflektorlarimiz bor, konditsionerda havosi kelib turadigan bo'ladi hamda kojinli salonga ega bo'ladi. Plastmassalarimiz nanoplastikdan bo'ladi, qirilmaydigan plastik. Misol uchun chizganda qirilib ketmaydi. 17 dyumli diskalar bilan jihozlangan diskiy tormozlash sistema. Bagaj hajmimiz 487 litrda tashkillashtiradi. MPI motor bo'lganlik hisobiga bemalol metan hamda propan o'rnatsangiz bo'ladi. Avtomobillarimizga 5 yil kafolat beriladi, 150 ming kilometrgacha. Motori, korobkasi hamda elektron qismiga kundalik ketariladigan, ya'ni har safar moy almashtirishga ketadigan zapchastlarimiz har doim servisimizda mavjud, ya'ni kalotka, svecha, воздушный salon filtrlar, maslni filtrlar o'zimizda bo'ladi. Servis garantiyasidan chiqmaydigan qilib, zavodskoy gaz balon o'rnatib ham berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, narx-navosiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni birinchi pozitsiyasini zavod belgilagan narxi 239 million 900 ming so'm bo'lib, 25% eng kamida boshlanish to'lovi bilan 60 oygacha foizsiz рассрочка qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Рассрочкani shartlarini to'liqroq ma'lumot olish uchun quyidagi keltirilgan raqamlarga telefon qilasiz yoki Cherry Navoiy ADM Astra avtosaloniga tashrif buyurasiz hamda ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, undan tashqari bu avtomobilimizga 25 million so'm foyda asosida xarid qilish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Ya'ni deylik ikkinchi pozitsiyasida olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 254 million 900 ming so'm narxida emas, bankdan kredit yoki naqd pul asosida xarid qiladigan bo'lsangiz, mashinani 254 million 900 ming so'm emas, 229 million 900 ming so'mga o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu imkoniyatlardan foydalanishingiz uchun sizni barchangizni Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonimizda kutib qolamiz. Ish vaqtimiz har kuni ertalabki soat 9:00 dan kechki 20:00 gacha hisoblanadi. Bepul test drive'dan o'tmoqchi bo'lsangiz 18:00 gacha pravangiz bilan, ya'ni haydovchilik guvohnomasi asosida yetib kelasiz. Biz sizga bepul test drive uyushtirib beramiz. Yoqqan model, komplektatsiyani xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinalarimiz hammasi nalichida mavjud. Bir kunda bitta pasport asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, manzilimiz to'g'risida keladigan bo'lsak, Navoiy viloyati Karmana tumani, ya'ni Eshshahar voyenkomatdan o'tgandan keyin M37 trassada, ya'ni Toshkent-Buxoro trassasida joylashgan bo'lib, Moxonur to'yxonasiga yetmasi chap qo'limizda bo'ladi. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz hamda bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolishingizni so'rab qolamiz. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang.